Mobil o'yinlarga qiziquvchilar uchun biz o'zimizning James Fire donat servisimizni taklif qilamiz. Bizning xizmatlar arzon, tezkor, eng muhimi esa ishonchli. Servisimiz orqali PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends kabi boshqa ko'plab o'yinlarga xohlagan vaqtingizda donat qilishingiz mumkin. Servisimiz xizmatlariga 100% kafolat beramiz. James Fire. Salom hammaga, sizlar bilan Neko. Bugungi videoda Lokizm animesi haqida qisqacha gaplashamiz va tahlil qilib chiqamiz. Tomoshabinlar orasida bu animeni ko'rmagan odam kam bo'lsa kerak. Sababi bu anime bor yo'g'i 8 ta qismdan iborat. Bu anime voqealari bir vaqtni o'zida ko'cha ishkanlari, qizlar, pullar, yo'q, pul kerakmasdi. Ichki konfliktlar, tanlov va o'z-o'ziga bo'lgan ishonch kabi tuyg'ular va voqealarni o'z ichiga olgan. Qahramonimiz Daniel Park yoki boshqacha qilib aytganda Park Hyon Sok biroz o'ziga ishonmaydigan va qo'rqoq. Uni bunday bo'lib qolishiga sabab maktabdagi bezori bolalar edi. Daniel o'z tanasidan uyalardi. Sababini esa videoda ko'rib turibsiz. U ortiqcha vazirlikdan qiynalardi. Maktabda esa uni har kuni ustidan kulishar, masxara qilishardi. U yoshligida yaxshi qo'shiq kuylay olgan, keyinchalik vaqtlar o'tib musiqa kuylashni tashlagan. Sababi uni ustidan hamma kulib, o'zida bor talantni yo'qqa chiqarishgan. Daniel o'z onasi bilan nochor yashar edilar. Daniel bu maktabdagi og'riqlarga, uni tahqirlashlariga boshqa chida olmas edi. Chunki o'sha vaqtlar Daniel juda landover va o'ziga ishonmaydigan qo'rqoq edi. Undagi yagona chora maktabni almashtirish edi. Maktabni ham almashtirishga almashtirdik, lekin muammo hal bo'ldimi? Yo'q. Hammasi endi boshlanayotgandi. Park Hyon Sok u maktabga ko'chib o'tishi bilan yana ko'ngilsizliklar sodir bo'laverdi. Lekin bir kuni u bilan g'ayritabiiy voqea sodir bo'ldi. Uning tanasi ikkiga bo'lindi yoki boshqacha qilib aytganda unda endi ikkita tana bor edi. Birinchisi o'zining semiz tanasi, ikkinchisi esa kuchli, uzun bo'yli va qisqa qilib aytganda kelishgan yigitcha tanasiga aylandi. Hyon Sok bu maktabda yangi, shuning uchun ham uni yaxshi qabul qilaylik. Yaxshi. Bo'ladi. Bo'lmasa, bosh joyga o'tira qol. Lekin bir yomon tomoni, bir tanadagi odam uxlasa, ikkinchi tana uyg'onardi, ikkinchi tana uxlasa, birinchi tana uyg'onardi. Bu sikllashgan hodisa Danielga bog'liq edi. U xohlagan tanasidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Daniel bu kuch va tana bilan atrofdagilarni va maktabdagilarni qoyil qoldirishni boshladi. Qizlar, yangi do'stlar va yangi sarguzashtlar uni kutib turgandi. Lekin eng qiziq tomoni, uni hech kim aslida mana bu bola ekanligini bilmagan va umuman xayoliga ham keltirmasdi. Maktabda turli xil yo'nalishdagi fanlarda kuchli o'quvchilar bor edi. Daniel Park Fashion Decision yo'nalishida bo'lib, bu yerdagi o'quvchilar asosan moda va zamonaviy kiyimlar haqida gaplashishardi. Park Hyon Sok kunduzi maktabda o'qisa, kechasi mini marketda sotuvchi bo'lib ishlardi. U yangi tanasida butun maktabga tanildi. Uni hamma kelishgan va kuchli bola deb tan oldi. Butun boshli maktabda kuchli bolalar ko'p edi. Shu jumladan Vasko ismli kuchli yuqori sinfdan bo'lgan bolani Daniel qiziqtirib qo'ygandi. Sababi u maktabga kelishi bilan ikkita kuchli jangchini yer tishlatganini eshitgandi. Boks va Muay Thaidan xabari bo'lgan Vasko juda kuchli edi. Uni bir zarba bilan yiqitish deyarli imkonsiz. Bu kachok yillar davomida mashq qilib, maktabda yaxshigina obro'ga ega chiqqandi. Daniel esa shunchaki yangi maktabda o'zining eski muammolaridan qutulgandek edi. Lekin buni hammasi yangi tana sharofati bilan bo'lgani unga yoqmasdi. Avvaliga bu juda ham qiziqarli tuyuldi. Lekin vaqtlar o'tib bu narsa shunchaki o'zlikdan qochish yoki boshqa birovning kuchiga ishonib qolishdek unga g'alati tuyula boshladi. U o'ziga o'xshash biroz kuchsiz, o'ziga ishonmaydigan odamlar bilan do'stlashishni boshladi. Sababi o'zi tushunib yetgandi, birovning kuchi bilan emas, o'z kuchiga ishonishni va qolganlarga ham shuni tushuntirish uchun ular bilan do'stlashib, ularga yordam berdi. Ko'zoynakli yigitcha va reper bola esingizdami? Ularga ham bunday darajaga chiqish uchun Park Hyon Sok yordam bergandi. Ko'cha ishganlarga qaytadigan bo'lsak, Daniel ikkinchi tanasida kechasi mini marketda ishlayotgan vaqtlari uni oldiga bezori bolalar kelib, uni yana tahqirlashni va qiynashni davom ettiraverdi. Lekin bir kuni Vasko buni ko'rib qoldi va ularni yaxshigina adabini berib qo'ydi. Chunki Danielning qanday kuchi borligini faqat Vasko bilardi. Daniel hali hamon maktabga ikkinchi tanasida borardi. Bu tanadagi ko'rinish esa Vaskoga yoqmasdi. Vasko bilmaydi-ku, ikkala tana ham bir insonga tegishli ekanligini va bir kun ular birga bir jang qilishdi. Jang oxirida Vasko mag'lub bo'ldi. Daniel esa ko'pchilikka yordam berishni boshladi va o'zi ham yoshligida musiqa aytishga qiziqqani sabab maktab musiqa shousida ishtirok etdi va deyarli barcha qolgan chiqishlarni yondirib yubordi.
Anime oxiriga kelib ikkinchi tana qayoqqadir yo'q bo'lib ketayotganini ko'ramiz va bizga anime shuni tushuntirmoqchi bo'ldi. Qanchalik qiyin bo'lmasin, o'z orzularing va maqsadlaring uchun faqat o'zing kurashishing kerak ekanligini, birovning kuchiga ishonib qolmaslikni va hayotda yiqilib qolsang ham qayta tura bilishni ko'rsatdi. Menimcha siz ham bu animedan va videodan yaxshi xulosa chiqardingiz degan umiddaman. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Neko bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.